Assalomu alaykum. 8-15 mart haftaligi davomida biznes va marketing olamidagi yangiliklarga bag'ishlangan hafta dayjestimizni boshlaymiz. O'tgan hafta 8-mart bayramiga bag'ishlangan turli brendlarning turli xil faolliklarini ko'rdik va ulardan biri o'sha ko'zga tashlanadiganligi xalqaro o'sha Papa John's pizzeriyalar tarmog'i O'zbekistondagi o'sha flagmanskiy bo'lgan bitta restoranlardan birining nomini Mama John's deb nomlashdi bir kunga. Shunaqa noodatiy yo'l bilan ayollarni bayram bilan tabriklashdi. Bu yangilikda juda ham ko'zga ko'rinadigan bitta tarafi shundan iboratki, odatda xalqaro brendlarning bunday ko'rinishdagi marketing faolliklarini o'sha lokal ko'rinishligini tasdiqlash juda ham qiyin va o'sha bosh ofisi bunday faolliklarga ruxsat berishi juda ham qiyin va uzoq muddatli согласованияларni talab etadi, lekin qoyil lokalniy marketing komanda bu narsani uddalabdi. O'zbekistondagi eng yirik kompaniyalardan biri va o'sha birinchi o'zbek yakkashohi единорога deb e'tirof etiladigan Uzum kompaniyasi yana bir marta investitsiyalar jalb qildi. 2.3 milliard dollar baholanganlik baho sifatida 130 million dollar jalb qilishdi. O'sha ushbu investitsiyaning yetakchi investori sifatida Ummon sultonatining suveren investitsion fondi yetakchi investor sifatida jalb qilingan. Jalb etilgan mablag'larning asosiy qismi o'sha servisning umumiy ekotizimning yetakchi bo'lgan servislari, ya'ni bu elektron tijorat va fintechni yanada rivojlantirishga va undan tashqari o'sha respublika bo'yicha infratuzilmani kengaytirilgan holatda respublikaning barcha hududlarida to'laqonli servisni ishlashini ta'minlashga qaratilishini e'lon qilishdi. McDonald's kompaniyasi o'zining restoranlar tarmog'ida yangi mahsulotni bir noodatiy ravishda reklama qilishga harakat qilib ko'rishdi va bu juda ham ko'p savollarni tug'dirdi. Sababi McDonald'sning bugungi kundagi rahbari Kris Kempchinski ushbu mahsulotning prezentatsiyasida deylik, ya'ni McDonald's o'sha Big Archie deb nomlangan 1000 kaloriyalik burgerni restoranlarda joriy qilganligini e'lon qildi va ushbu burgerni reklama qilish maqsadida o'sha kompaniyaning rahbari ushbu burgerni yeyayotganligini ko'rsatmoqchi bo'ldi, lekin juda ham ko'p e'tirozlarga sabab bo'lyapti. Sababi ushbu burgerni u to'laqonli yemagan, balki faqatgina bir ikkita tishlab ko'rgan. Undan tashqari uning ushbu burgerni yeyayotgandagi yuzining grimasalariga ham savollar tug'ilgan, ya'ni ko'pchilikning fikricha bu aslida unga yoqmaganligini ayta olmagan va faqatgina o'sha yuz ishorasi orqali ilg'ash mumkin degan fikrlar paydo bo'lyapti. Ya'ni sporniy moment, balki misol uchun bu uning odatiy yuz grimasasidir, lekin unaqangi omadli chiqmagan bir reklama zapuski bo'ldi deb aytsak bo'ladi. Yandex O'zbekiston o'zining yana bir reklamadagi noodatiy bir yurishini joriy qildi. Ya'ni kompaniya o'zining ovqat yetkazib berish xizmatini tunu kun ishlashini ko'rsatish natijasida o'sha ekopark hududida tunda yonadigan, o'sha tun bo'yi yetkazib beramiz degan reklama posterini joylashtirdi va ushbu posterning qiziqarli tarafi shundaki, u faqatgina tunda ishlaydi, ya'ni tunda yoqiladi va odamlarning e'tiborini jalb qiladi. Yandexdan turli xil qiziqarli reklama xodlariga o'rganib qoldik va yana bittasini mana ular taqdim etishdi. Dunyoga mashhur Forbes jurnali o'sha o'zining dunyodagi milliarderlarning reytinglarini e'lon qiladigan Forbes jurnali o'zining reytingini yangiladi. Ushbu reytingga ko'ra hali hamon dunyoning eng boy odami bu Elon Musk bo'lib turibdi. Uning o'sha Elon Musk biladimiz, Tesla kompaniyasini asoschisi, bundan tashqari o'sha X ilgari Twitter kompaniyasining bugungi kundagi asosiy benefitsiari egasi hisoblanadi. Bundan tashqari SpaceX kompaniyasining asoschisi. Elon Muskning bugungi kundagi kapitali, boyligi 839 milliard dollardan oshganligini Forbes kompaniyasi e'lon qildi. O'zi o'sha birinchi bo'lib 1 trillion boylikka ega bo'ladigan odamlar kim birinchi bo'ladi degan fikrda ham hozircha o'sha eng yaqin turgani ham Elon Musk bo'lib turibdi. Undan tashqari o'sha reytingning tepa qismida Sergey Brin, Larry Page, Mark Zuckerberg kabi IT sohasida o'zlarining bizneslarini tashkillashtiradigan tadbirkorlar tepa qismda turishibdi va umuman o'zi ro'yxatdan turli xil xulosalar qilish mumkin. Asosiy xulosalardan bittasi bugungi kundagi eng boy odamlarning bizneslari bu IT sohasidagi biznesmenlar va ikkinchisi dunyoning eng boy odamlarining o'rtacha yoshi 60 yoshdan tepa. Agar siz
hali bu yoshga yetmagan bo'lsangiz, hali hammasi oldinda degan bemalol bunaqa fikr qilishimiz mumkin. Endi bilamiz, bu reytingdagi doimiy ravishda yangilanib turadi va bu reytingni kuzatish ham o'ziga yarasha bir qiziq. 8-15 mart haftaligida biznes va marketing olamida bo'lib o'tgan asosiy yangiliklar shulardan iborat. Yangiliklardan doimiy ravishda xabardor bo'lib turishni istasangiz, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Rahmat.